Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. 1945-yilda Germaniya 2-jahon urushida mag'lub bo'lib, 4 ta okkupatsiya zonasiga bo'linadi. Berlin Sovet ittifoqi zonasida joylashgan bo'lsa-da, shahar ham bo'linib ketadi. Dastlab bu bo'linish faqat siyosiy edi. Odamlar osonlik bilan chegarani kesib o'tishlari, ishlash yoki qarindoshlari bilan ko'rishishlari mumkin edi. Ammo chegaralar ochiq bo'lgani sababli Sharqiy Germaniya aqlli odamlar va mutaxassislarni yo'qotdi. Chunki ularning ko'pi g'arbga, erkin dunyoga ketishni afzal ko'rishdi. Sovet ittifoqi esa buni to'xtatish kerakligini his qiladi. 1961-yilning 13-avgustida yarim kechasi Sharqiy Berlinni bo'lishni boshlashdi. Yaxshi tashkil etilgan ishchi va askarlar Berlinga kelib, dastlab simli to'siqlarni o'rnatdi. 4 kundan keyin esa beton plitalari keltirilib, devor qurilishi boshlandi. Bu o'sha mashhur sovuq urushning ramziga aylanadigan Berlin devori edi. Bugungi sonda siz Berlin devori qanday paydo bo'lgani, nima uchun o'zi qurilgani va qanday qilib buzib tashlangani haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali, meni ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Berlin devori qulaganidan 15 yil o'tgach, mashhur devordan deyarli hech narsa qolmagan. Bir vaqtlar dunyoni bo'lib turgan devor bugun bir qoldiq sifatida yemirilib, butalar va begona o'tlarga to'lib ketgandi. Qo'riqlash minoralari devordan o'tishga uringanlarga orqa tomondan o'q uzishning ramzi bo'lgan minoralar endi tinch, yashirin joylardagi turar joy hovlilari va mahalla bog'larida joylashgan. Devorning eng uzoq saqlanib qolgan bo'lagi 1280 metrlik Sharq tomon galereyasi deb ataladi. Bu hozirda o'zining san'ati bilan tanilgan, o'tmishi bilan emas. Lekin o'z vaqtida Berlin devori dunyodagi eng qo'rqinchli, qat'iy va sirli infratuzilma sifatida qad ko'targan edi. Bu sovuq urushning markaziy chizig'i Sharq va G'arb, kommunizm va kapitalizm o'rtasidagi ajratish chizig'i bo'lgan. Bu ikki tizimning qiyinchilik bilan mos keladigan, qarama-qarshi va o'zaro uzilmas tizimlarning devori edi. Bu faqat bir mamlakatdan ikkinchisiga o'tish masalasi emas, shunchaki bir ko'chadan boshqa ko'chaga o'tish bo'lgan xolos. Ammo boshqa tomondan bu bir ideologiyadan boshqasiga o'tish ham bo'lgan. Bu hududda siz o'rgangan dunyo tugaydi. Bu yerda kapitalizm ham tugaydi. Bu yerda yaxshiroq sotsialistik jamiyat boshlanadi deb ishonardi Sovet hukumati. Ijtimoiy jihatdan aytganda Berlin devori qurilishi va dizayni ham katta, lekin g'alati bir yutuq edi. 96 metrli 2 qatlamli to'siq, yuzlab qo'riqlash minoralari va qo'rqinchli o'lim zonasi. Butun bir Yevropa poytaxtini mutlaq ajratish maqsadida qurilgan edi. Hukumatlar dastlab kambag'al mamlakat va shahar o'rtasida piramidalar qurmoqchi bo'lishdi, lekin ular buni biroz arzonroq ko'rinishda qilishadi. Chunki ular boshqa imkoniyatga ega emas edilar. Ammo shunga qaramay ularning devorni qurishdagi yondashuvlari juda yaxshi bo'lib chiqdi. Sababi ular bu orqali chiqishning juda qiyin bo'lishini ta'minlay olishgan. Devor qurilishining asosiy sabablari Ikkinchi jahon urushining tugashiga va sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi munosabatlarning bo'linishiga borib taqaladi. Urush tugaganidan so'ng Germaniya 4 zona bo'lib bo'lingan edi. Mamlakat umumiy ravishda AQSh, Britaniya, Fransiya va Sovet ittifoqi tomonidan egallangan. Berlin
shahri esa Sovet zonasining 110 kilometr ichkarisida joylashgan edi va bu shahar ham 4 qismga bo'lingan. Sovet hukumati Berlinni egallagach, ularga Sharqiy Berlin, shaharning taxminan 40% qismini va 1,1 million aholisini o'z nazoratiga oladi. AQSh, Britaniya va Fransiya esa G'arbiy Berlin va uning 2,2 million aholisini nazorat qilishdi. 200 yillik Brandenburg darvozasi urushni boshdan o'tkazgan yagona tuzilma bo'lib qoldi. Bu darvoza Sovet va ittifoqchi sektorlar Sharqiy va G'arbiy Berlinni ajratgan chiziq ustida turardi. Urushdan keyingi Berlin quruq, xarobalarga aylanib, boshpanasiz odamlar sharqdan g'arbga ko'chib ketishdi. Bu esa G'arbiy Berlinda markaziy plan tomonidan amalga oshirilgan qayta tiklashni kuchaytirib yubordi. Sovetlar 1948-yilda G'arbiy Berlinni blokada qilishdi. Bu esa ittifoqchilarni shaharni Sovet nazoratiga topshirishga majbur qildi. Biroq bu AQSh siyosati orqali muvaffaqiyatli rad etildi. 1949-yil 12-mayda Sovetlar blokadani olib tashlashdi. Lekin bu paytga kelib sobiq ittifoqchilar orasida qat'iy qarama-qarshiliklar paydo bo'lgandi. Lekin siyosiy farqlariga qaramay, bu paytda Sharqiy va G'arbiy Berlin o'rtasidagi chegara juda ochiq va erkin bo'lib qoldi. 800 yillik Berlin shahri birgalikda ishlaydigan infratuzilmalarga ega edi. Masalan, pochta xizmatlari va metrolarni birgalikda boshqarishardi. Hamda 60 ming sharqiy berlinliklar g'arbga ishlashga borardi. Berlinning ochiq bo'lishi haqiqiy muammoga aylanishi kutilardi. Chunki odamlar tekshiruvdan o'tishlari kerak bo'lgan. 1961-yilga kelib qochqinlar muammosi yanada kuchayib ketdi. Sharqiy Germaniya har yili 100 mingdan ortiq odamni yo'qotardi. Buning 4dan 3 qismi Berlindagi yo'qotishlar edi. Sovet rahbari Nikita Xrushchev G'arbiy Germaniyadagi ittifoqchi askarlar chiqib ketishini talab qiladi. 1961-yilda Sharqiy Germaniya g'arbga o'tishni butunlay to'xtatish uchun faqat bitta imkoniyatni ko'rdi. U ham bo'lsa devor qurish. Agar bu ishni amalga oshirmasalar, g'arbga qochgan odamlarning soni ortib borardi. Ammo bunday devor qurilishi hech qachon amalga oshirilmagan. Devor qurish rejasi 13-avgust 1961-yilda kechasi soat 12 da boshlanib, kutilmaganda amalga oshiriladi. 24 soat ichida tikanli simlar beton ustunlarga o'rnatildi. 5,16 kilometr markaziy Berlin liniyasi bo'ylab 81 ta o'tkazish nuqtasidan 67 tasi yopildi. Harakatni saqlab qolish uchun qolgan nuqtalar nazorat qilindi. G'arbiy tahlilchilar Sharqiy germaniyaliklar qanday qilib 100 metrli devorni qurish uchun zarur resurslarni yashirganiga hayron bo'lishdi. Ammo javob hammaga aniq edi. Sharqiy Berlin qurilish maydoniga aylangani uchun qurilish maydonlariga borib, kerakli beton plitalar, g'ishtlar, bloklar va qolgan barcha narsani olishgan. Qurilish juda oddiy va sodda kechgan. Devor hatto poydevorsiz qurilgan. Devorning o'z og'irligi uni o'rnida ushlab turishiga to'g'ri kelardi. Inshoot shu qadar keng va katta ediki, 20 mingta uy qurilishi uchun ajratilgan materiallar bu devor qurilishida ishlatilgan edi. Ushbu devor sabab Berlindagi oila a'zolar ajralib ketdi. Odamlar bir hududdan ikkinchisiga erkin o'ta olishmadi. Ko'plab odamlar g'arbga qochish uchun jonini ham berdi. Devor qurilganidan so'ng odamlar ertalab odatiy dunyolari shafqatsiz ravishda bo'linib ketganini ko'rishdi. Maydonlar, bog'lar, bolalar maydonchalari va hatto qabristonlar ham ikki tomonga ajralgan edi. Har qanday qochish urinishlari deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Ikki qismga bo'lingan Berlin sovuq urushning simvoli bo'lgandi. Ammo shunga qaramay odamlar o'z oilalari va yaqinlari bilan uchrashish uchun kurashishga harakat qilishadi. Dastlabki davrlarda devor hali to'liq qurilmaganida ko'plab umidsiz odamlar eng original qochish usullarini qo'llashadi. Hatto 130 kilometr uzunlikda simlar bilan o'ralgan va qurollangan qo'riqchilar bo'lishiga qaramay, bu ularga to'siq bo'la olmaydi. Misol uchun 19 yoshli chegara qo'riqchisi Konrad Shuman devor qurilgan kunning o'zida simdan oshib o'tgandi.
Konradning sakrash videosi Yevropada va Amerikada antikommunistik propagandani tarqatishda juda muvaffaqiyatli qo'llanilgan. Devor to'liq qurilgandan so'ng mashinist Garri Deterling o'zining erkinlik yo'lini poyezdda bosib o'tishga qaror qildi. Ammo yillar o'tgani sayin qochish yanada qiyinlashib, xavfliroq bo'lib qoldi. Bosqichma-bosqich simlar beton bloklar bilan almashtirildi. Devorning ba'zi qismlari 2 metrdan baland bo'ldi. Chegarani kesib o'tgan deyarli barcha ko'chalar va temir yo'l transport yo'llari yopildi. Hatto chegarada joylashgan ba'zi uylar mazkur devorga qo'shib yuborilgandi. Sovet ittifoqi o'z ta'sirini qayta tiklash uchun to'g'ridan to'g'ri harakat qildi. Buning uchun ular birinchi Berlin inqirozini boshlaydi. Berlin o'sha davrda to'liq bo'lingan va shahar infratuzilmasini to'liq qurish sobiq ittifoq zimmasida edi. Sovet ittifoqi temir yo'llar, daryo transporti va elektr tarmoqlarini tiklash uchun choralar ko'rdi. G'arbiy Berlinning ba'zi hududlarida oziq-ovqat va elektr bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Ammo bularning barchasi o'z navbatida sovuq urushni kuchaytirgan omillarga aylanadi. Sovet ittifoqi Sharqiy Germaniyada o'zining kichik nusxasini qurishni boshlaganida AQSh Germaniyaning tiklanishi bilan shug'ullanishni boshladi. Bu uchun ular maxsus reja tuzishadi. G'arbiy Germaniyaning yashirin politsiyasi kuchayib, o'z tarkibini kengaytiradi. G'arbiy Germaniyadagi propagandalar bolalardan boshlab, devordan narigi tomonda qanday hayot borligi har doim o'rgatib borilardi. Ishchilar va dehqonlar sotsialistlar tomonidan zulmga uchragan, baraklarda yashagan hamda ochlikdan halok bo'lgan deb aytishardi. Lekin g'arbda odamlar chindan erkinroq va yaxshiroq yashashardi. G'arbiy Germaniya fuqarolari esa Sharqiy Germaniyani erkin ziyorat qilishlari ham mumkin edi. Biroq bu tomonning aksincha ishlashiga yo'l qo'yilmagan. Chet eldan kelgan mehmonlar yangi Germaniya qurilishining muvaffaqiyatlarini gapirishgan. Ammo davlat xarajatlari bilan ta'lim olgan yosh mutaxassislarda norozilik tuyg'usi yuqori edi. Bundan tashqari Ikkinchi jahon urushi Germaniya fashizmning dahshatlarini ochib berdi va ko'plab odamlar mamlakatni yangi yo'nalishda olib borishni xohlashdi. Mahalliy aholi dastlab devor sotsialistik tizimga imkoniyat yaratdi deb hisoblashadi. Berlin devorining maxsus ma'nosi ham bor edi. U sotsialistik blokni saqlash uchun zaruriyat bo'lgan. Chunki ularga qarshi katta boy dunyo bor va uni yengishlari faqat bu dunyoni aholiga ko'rsatmasliklari orqali edi. Biroq qochqinlar oqimini devor orqali to'xtatish juda murakkab va qonli bo'lishi kutilayotgan ish edi. Tarixda monumental devorlar kam bo'lgan. Rim imperiyasining chegarasini belgilovchi Hadrian devori, 1500 metrli Xitoyning buyuk devori, Birinchi jahon urushidan keyin germaniyaliklarni Fransiyaga qo'shilishini to'xtatishga qaratilgan Maginot liniyasi hamda Ikkinchi jahon urushi davomida nemislar tomonidan qo'shilgan Atlantika devori. Ammo Berlin devori boshqacha edi. Rasmiy ravishda antifashistik himoya to'sig'i deb nomlangan, lekin boshlanishidanoq uning maqsadi dushmanlarni ichkariga kiritmaslik emas, balki Sharqiy Berlindagi 1.1 million odamni ichkariga qamab qo'yish edi. Bu yerda juda dramaga boy vaziyatlar ham bo'ldi. Masalan, bir juftlik g'arbga nikohga chiqib, oldindan belgilangan nuqtaga boradi. Devor atrofida ba'zan kelinlar to'y libosida o'sha joyda turishadi. Shunda sharqdagi qarindoshlari ularni ko'rib tura olishardi. Ammo hatto bu ham keyinchalik taqiqlanadi. Vaqt o'tib devorni shunday baland qilishadiki, odamlar narigi tomonni umuman ko'ra olmay qolishadi. Devorning o'rnatilishi ustidan atigi 2 oy o'tgach, Ikkinchi jahon urushi bo'yicha 4 davlat kelishuviga binoan AQSh harbiy Berlinda harakatlanish huquqiga ega edi. Ammo to'satdan Sharqiy Berlin bu huquqni inkor qilib, AQShni hujjatlarni ko'rsatmasdan chegaradan o'tkazmadi. Sovuq urushning xavotirli kontekstida bu butunlay nazoratdan chiqishi mumkin bo'lgan voqea edi. Ayniqsa 30 ta AQSh tanki va 32 ta Sovet tanklari bir-biriga qarshi turgan, dvigatellari ishlayotgan, qurollari o'qlangan holda. Hudud bo'lingandan keyin Sharqiy Germaniya Germaniya Demokratik Respublikasi deb ataldi. G'arbiy Germaniya esa Federal Germaniya Respublikasi nomini oldi. 1963-yilda Sharqiy germaniyaliklar ikkinchi avlod devori
devorini qurishni boshladilar. Bu beton plitalari bilan qurilgan devor bo'lib, u avtomobillar va yuk mashinalariga qarshi ko'proq bardosh bera olishiga mo'ljallangan edi. Ular devorning barcha zaif joylarini yopish uchun metodik ravishda ish boshladilar. Ular butun devorni tekshirishdi. Partiya rahbari Xanika va generallar devor bo'ylab yurib, har bir qadamni tekshirib chiqdilar. Hatto kanalizatsiyalarni, daryolarni ham ko'zdan kechirishgan. Daryolarga panjaralar o'rnatishgan, to'siqlarni yer osti kanalizatsiyalariga ham joylashtirganlar va 1963-yilga kelib devordan o'tishning yagona usuli paydo bo'ladi. Boshqa odamlar esa narigi tomonga tunnel qazib o'tishga harakat qilishdi. 30 yil davomida 150 dan ortiq tunnel qazilgan va ularning orasidagi 57-tunnel eng mashhuri hisoblanadi. Bu tunnellardan odamlar tezda o'tib, Sharqiy Berlindan G'arbiy Berlindagi erkin hayotga qochishga harakat qilishardi. Ammo tunnellarni qazishda ham muammolar bo'lgan. G'arbiy germaniyaliklar yordam berayotgan bo'lsa-da, bu jarayon o'ta xavfli va qonli edi. Keyinchalik tekshiruv politsiyasi ancha murakkab usullarni qo'llashga erishadi. Ular yer ostidagi tunnellarni aniqlash uchun qarshi tunnellar qurib, boshqa tunnellarni qulatishdi. 1963-yilning o'rtalarida 7,874 kub yerda beton devor Sharq va G'arbiy Berlinni ajratib turardi. Tikanli simdan yasalgan to'siq 116 ta yog'och qo'riqlash minoralari bilan birgalikda Sharqiy Germaniya va G'arbiy Berlin o'rtasidagi uzoq chegara nazorat qilinardi. 1963-yil iyunida devor bo'ylab 100 yardlik chegara zonasi qo'shildi. Har kim ruxsatsiz bu hududga kirsa, hibsga olinardi. Prezident Kennedy 1963-yil 26-iyunda Berlin shahriga tashrif buyurib, G'arbiy Berlinni ruhlantirdi. 1,5 million, ya'ni aholining 70%dan ko'prog'i uning nutqini tinglash uchun chiqdi. Hamma erkin odamlar, qayerda yashasalar ham Berlin fuqarolaridir va shuning uchun erkin odam sifatida men bu so'zlar bilan faxrlanaman, dedi u. Kennedyning tashrifi shuni ko'rsatdiki, devor bu hayotning bir qismi bo'lib, yo'qolishi hali beri kutilmayotgan edi. 1965-yilga kelib devor aslida ikki tomondan iborat bo'ldi. Har biri 3,5 metr balandlikda beton yoki tikanli sim to'siqlardan qurilgan. Bu hududda o'lim zonasidan eng ko'p qochishga uringanlar qo'lga olingan yoki o'ldirilgan edi. Agar kimdir ichki devorni oshib o'tishga muvaffaq bo'lsa, ular 1,83 metrli tikanli sim to'siqdan o'tishlari kerak edi. Bu simlar ovoz chiqaradigan qo'ng'iroqlar bilan o'ralgandi va bu hududlarda harakat qilishni oldini olish uchun minalar hamda o'z-o'zidan o'q uzuvchi mexanizmlar o'rnatilgan edi. Yaxshi joylashgan qo'riqlash minoralari, kuchli qidiruv chiroqlari, beton bunkerlari va qurollangan patrul qo'shinlari devorning shahar bo'ylab qo'riqlanishini kuchaytirar edi. Ikkala ichki va tashqi devor porloq oq rangga bo'yalgan bo'lib, qochqinlarni osongina aniqlash imkonini berardi. Devorlar orasidagi yer butun yil davomida kimyoviy moddalar bilan belangan va devor bo'ylab taxminan 50 yoki 100 metr masofagina toza hudud edi. Berlin devori qumli yerda qurilgan bo'lib, har kuni izlar paydo bo'lishi aniqlikni ta'minlagan. Buni ustiga itlar ham yana bir qatlam detektor sifatida ishlatilgan. Ular uzun arqonlarga bog'lanib, bir itni boshqasiga yaqinlashishiga imkon berardi. Bu ularning o'rtasidan hech kim yugurib o'ta olmasligi uchun qilingan hiyla edi. Ammo baribir odamlarni g'arbga qochishdan o'lim xavfi ham to'xtata olmadi. Mingdan oshiq odamlar tunnellar orqali rivojlangan tomonga o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Yillar o'tgani sari Sovet ittifoqining zaiflashuvi bu devorni ham zaiflashtirdi. Hammasi Vengriya hududidagi islohotlar orqali boshlanib ketadi. Vengriyada hokimiyat muxolifat bilan muzokara boshlaganida, ular kutilmaganda Avstriya bilan chegarani ochib qo'yishdi. Bu oddiy qaror emasdi. Hammasi sotsialistik lager uchun bu juda katta o'zgarish bo'lgan.
Chegara ochilishi bilan endi g'arbga o'tish ancha osonlashdi va shu xabarni eshitgan Sharqiy Germaniya aholisi 100 minglab bo'lib Vengriyaga oqib kela boshladi. Sharqiy Germaniya odamlari g'arbga bevosita chiqa olmagan. Bu qat'iy taqiqlangan edi. Lekin Vengriya ham sotsialistik davlat bo'lgani uchun GDR aholisi Vengriyaga sayohat sifatida bemalol kira olardi. U yerda hech kim ularni to'xtatmasdi. Aynan shu vaqtda Vengriya Avstriya bilan chegarani ochib yubordi. Avstriya esa G'arbiy Yevropa. Demak, bu g'arbga chiqish eshigi edi. Odamlar shunday yo'l topishdi. Ular Sharqiy Germaniyadan chiqib Vengriyaga turistik maqsadda borardi. Keyin Vengriyadan Avstriyaga erkin o'tib ketardi. Shuning uchun bir paytlar minglab odamlar bir vaqtning o'zida Vengriyaga oqib keladi. Odamlar mashinalarini chegarada tashlab ketishdi. Ba'zilar esa hech bo'lmasa Pragada qolib ketishga urinishadi. Yevropaning o'rtasida haqiqiy qochqinlar inqirozi boshlandi. Shunda esa odamlar orasida savol tug'ildi. Hammasi yaxshi bo'lsa, nega bunchalik ko'p odam qochishni boshladi? Bu savolga eng aniq javobni GDRning o'zi va Stasi deb atalgan maxsus xizmatning maxfiy hisobotlari berdi. Hujjatlarda odamlarni charchatgan asosiy sabablar ochiq yozilgan. Do'konlarda tovarlar yetishmasligi, tibbiyotning past sifati, chet elga chiqish taqiqi, og'ir mehnat sharoitlari, haddan tashqari byurokratiya va erkin matbuotning umuman yo'qligi. Shunday bo'lib chiqdiki, odamlar uchun bular ham juda muhim ekan. GDR bir vaqtlar odamlarni uy-joy, televizor, muzlatkich bilan ta'minlab ularga normal hayot yaratib bergan bo'lsa-da, oradan yillar o'tgach bu yetarli bo'lmay qoldi. Yangi avlod qulaylik bilan cheklanib qolishni xohlamadi. Ular o'zlari yoqtirgan musiqani erkin tinglashni, istagan joyiga borishni, o'z fikrini erkin ayta olishni xohlar edi. Dunyo o'zgargan, lekin GDR o'sha eski tizimi bilan unga moslasha olmay qoladi. Germaniyaning turli joylarida namoyishlar boshlanib ketdi. Leipzig shahrida bir payt ko'chaga 300 ming kishi chiqdi. Hokimiyat vaziyatni tinchlantirish uchun vaqtinchalik qonun o'ylab topdi. Go'yoki odamlar chegara orqali o'tishi mumkin, ammo bu qonun faqat qog'ozda erkin edi. Amalda Stasi baribir vizalarni bermasdi va hech kimni o'tkazmasdi ham. Biroq tizimni to'xtatib bo'lmaydigan narsa tasodif yiqitadi. Matbuot anjumanida rasmiylardan biri Shabovskiy yangi qonun haqida gapirayotgan edi. U matnni oldindan o'qimagan va tasodifan chegara hamma uchun ochiq, hozirning o'zida deb aytib yubordi. Bu gapni eshitgan odamlar butun shahar bo'ylab Berlin devori tomon yugurdilar. Chunki partiya vakili aytayapti-ku, chegara ochilgan deb. Aslida hokimiyatlar bunday qaror qabul qilmoqchi emasdi. Hatto o'zlari ham nima bo'layotganini tushunmay qolishdi. Chegarachilar ham bu haqda hech narsa bilmas ekan, ularga hech qanday buyruq berilmagandi. Oxiri ular qarshilik ko'rsatmay qo'yishdi va devor ochildi. 1989-yilning 9-noyabr kechasining o'zida Germaniya tarixi butunlay o'zgardi. 500 million odam, 10 minglab mashinalar Sharqiy va G'arbiy Berlin o'rtasidagi chegara orqali o'tib ketishdi. Bu 30 yil davomida taqiqlangan ish edi. Shundan so'ng GDRning taqdiri aniq bo'ldi. Tizim o'zini saqlab qola olmasdi. Keyingi yilda erkin saylovlar bo'ldi. Sobiq hukmron partiya atigi 16% ovoz oldi. Yangi rahbariyat kelib, Germaniyani birlashtirish jarayonini boshladi va qisqa fursat ichida mamlakat yana bitta davlatga aylandi. Lekin bu jarayonni birlashish deb atash qiyin. Aslida G'arbiy Germaniya sharqni o'ziga qo'shib oldi. Bayroq, konstitutsiya, boshqaruv tizimi hammasi G'arbiy Germaniyaniki bo'lib qoldi. Endi ana shu turmush tarzi butun Germaniya uchun normal deb e'lon qilindi. G'arb aholisi hayotini odatdagidek davom ettirgan bo'lsa, sharq aholisi uchun haqiqiy sinov boshlandi. Ular bu davrni birlashish emas, balki transformatsiya deb atashdi. Chunki butun tizim, hayot tarzi, fikrlash shakli o'zgarib ketdi. Aniqlanishicha, GDRning iqtisodiyoti allaqachon butunlay yemirilgan ekan. Zavodlar eskirgan, texnika ishdan chiqqan, ijtimoiy imtiyozlar juda qimmatga tushardi. Yoshlar yana g'arbga ketishni boshladi. Albatta, hukumat Sharqiy Germaniyadagi odamlarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus imtiyozlar va dasturlar yaratdi, lekin butun madaniyatni, mentalitetni, odatlarni bir kunda o'zgartirishning imkoni yo'q edi.
Bu jarayon har bir odam hayotiga chuqur ta'sir qildi. Shu bilan Sharq va G'arbda yashagan nemislar bir millat bo'lsa ham, ular 40 yil davomida turli dunyoda yashadi. Turlicha o'yladi, turlicha jamiyatga ega bo'lgan odamlarga aylandi. Nemislar aslida bir xil tilda gapirishadi, lekin 40 yil davomida sovuq urushning ikki qarama-qarshi tomonida yashash ularni shunchalik ajratib yubordiki, bugungi kunda ham Sharq va G'arb Germaniyasi orasida sezilarli farqlar bor. Sharqiy Germaniyada iqtisodiyot zaif bo'lgan, hozir ham ba'zi hududlar G'arbdan kambag'alroq. Bu joylarda ko'pchilik dindor emas, ko'plab odamlar ishini yo'qotgan va ko'p yillardan beri yangi ish topa olmayotganlar bor. Yoshlar esa imkoniyatlar ko'proq bo'lgani uchun G'arbga ko'chib ketishmoqda. Shuning uchun Sharqda aholi asosan keksalar. Go'yo eski chegara hanuzgacha o'chmay, odamlarning hayotiga ta'sir qilib turgandek tuyuladi. Shahar aholisi bu holatdan albatta mamnun emas. Shu sabab ular o'z hayotini o'zgartirib beraman deb va'da qilgan partiyalarga ovoz berishadi. Ammo eng hayratlanarlisi, Berlin devori qanday qilib bir kechada paydo bo'lgan bo'lsa, yana xuddi shunday kutilmaganda bir kechada yo'q bo'lib ketdi. Bir vaqtlar abadiy bo'lib tuyulgan narsa aslida bir tasodif sabab vayron bo'ldi. 1961-yildan 1989-yilgacha Berlin devori bilan aloqador holda kamida 140 kishi halok bo'lgan. Ushbu raqam Germaniyaning Potsdam shahrida joylashgan Tarixiy tadqiqot instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotda e'lon qilingan. 100 kishi devor orqali chiqishga urinib halok bo'lgan yoki otib o'ldirilgan. 30 kishi devordan yoki chegara tizimidan bevosita chiqishga urinmasdan halok bo'lgan. Misol uchun devor yaqinida, suhbatda yoki chegara nazorati paytida. 8 nafar GDR chegara xizmati askarlari xizmat paytida halok bo'lgan. Bu holat bo'yicha sud jarayonlari ham bo'lib o'tgan. Devor davrida qochishga uringanlar yoki chegara qo'shinlari tomonidan o'ldirilganlar keyinchalik birlashgan Germaniya tomonidan tazyiq ostiga olingan. 1990-yillardan keyin Germaniyada devordan chiqishga urinishda halok bo'lganlarni otgan xizmatchilarga nisbatan sud ishi yuritildi. Berlinning bo'linishi faqatgina ikkita turli siyosiy tizim va ikki dunyo o'rtasidagi chegara emasdi. Bu butun bir avlodning hayotiga ta'sir ko'rsatgan, jamiyatni keskin ravishda ajratgan va uning taqdirini o'zgartirgan tarixiy hodisa sifatida baholanadi. Bu xuddi shunday kanal edi. Videoga like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.